Assalomu alaykum qishloqdoshlar, obunachilar. Mana bu Islomjon do'stimdikka darvozani qo'ldan kelgancha inshaalloh yasab bitirib berdik. Bu 3 qavatli bo'lgan darvozamiz 1.8, tagi ham 1.8, orqasi 1.3 tampobka bo'lgan list, rezinovoy shumka bo'lgan. Yugurib kelib turib o'sha chizzalab olsangiz ham ovoz chiqmaydigandan haligi xotinni jigariga berdim deganda uni jigariga emas, darvozani jigariga bersangiz ham ovoz chiqmaydigandan bo'ladi. Nima deydi? Bu kraskalarimiz 1 yildan 2 yilgacha garantiya, tevasi ochiqlarga garantiya bermaymiz. Mashina zavoddagilar gelik chiqaryapti turib, shu u darvozani eshigiga ishqiboz bo'lishgan ekanda. Nimaga ishqiboz bo'lgansizlar desam, bu gelikni eshigiga o'xshab yovilar ekan. Qanaqa bo'lsa mana bu havaskada bu. Yugurib kelib turibdi qilsa ham yopilaveradi. Gelik, kak gelik. Shu xolos gelikni olmoqchi bo'lganlar birinchi darvozani olsin, keyin gelikni olaveradi, xudo xolasa. İnşallah qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Buni kvadrat 1 million 200 mingdan 2 milliongacha ketaveradi. Eng arzoni 500 mingdan 600 ming. 500 minglarni ham bosaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha. How are you?